Do'stlar, bugungi manzilimiz shahar hokimiyati orqasida 7 qavatli uylarda, yangi qurilgan g'ishtli uylarda bo'lyapti. 2 xonali 56 kvadratlik xonadon sotuvga chiqmoqda. Lokatsiya juda ham yaxshi, bilasizlar, gaz suvda mutlaqo muammosi yo'q. 4-betaga yaqinda joylashgan. Qarang, asosiy tashqaridan kirish qismlari. Uy kosmetik holatda, bu yer koridor ko'rishingiz mumkin. 7-qavatdamiz. Kirishimizda birinchi to'g'rida oshxona joylashgan ko'rishingiz mumkin. O'ng tarafda duxkontrni kotyor o'rnatilgan. Hozirda anchadan beri hech kim yashamayapti ekan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, umumiy sanjal, kafellar qilingan, holatlari yaxshi. Eng komfortniy hudud mana shu yer, bilasizlar. Talab juda ham yuqori. Bu yer birinchi asosiy xonasi, o'zini balkonlariga ega, ko'rishingiz mumkin. Radiatorlar barcha xonalarga o'rnatilgan. Bu tomonda esa ikkinchi xonasini ko'rishingiz mumkin. Kattagina xona, kosmetik holatda, hech kim yashamagan holatiga. Ozgina yo'q-yo'g'iga qarab, o'zingiz uchun chotki uy qursangiz bo'ladi. Narxi esa egalar tomonidan 31500 dollarga baholanyapti. Albatta, kam bor qiziqqanlar uy raqamlariga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshilarni ulashib boramiz.